Salom barchaga, konnichiwa minasan. Bugun sizlar bilan birgalikda yapon tili darslarini boshlaymiz. Yapon tili asosan 3 ta alifbodan iborat bo'lib, birinchisi hiragana, ikkinchisi katagana, uchinchisi kanjidan iborat. Hiragana yapon iboralari, yapon grammatikalari uchun, yapon yozuvlari uchun qo'llaniladi. Katakana esa chet el so'zlari, chet el iboralari, chet elliklarning ismlarini yozish uchun qo'llaniladi. Va uchinchisi kanji esa bu asosiy yozuv tizimi hisoblanib, yaponlarning eng murakkab yozuv alifbo hisoblanadi. Bugungi darsimizda biz hiraganadan boshlaymiz. Hiragana harflarini o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Harfimiz A harfi. Keyingi harfimiz I harfi. Keyingi harfimiz U harfi. Keyingi harfimiz E harfi. Keyingi harfimiz O harfi. Keyingi harfimiz K harfi. Keyingisi Ki harfi. Keyingisi Ku harfi. Keyingi harfimiz K harfi va keyingisi Ko harfi hisoblanadi. Keyingi harfimiz salik harflar qatori hisoblanib, sa, shi, su, se, so harflari. Keyingi qatorimiz T'lik harflar hisoblanib, ta harfi hisoblanadi. Keyingisi chi harfi hisoblanadi. Keyingisi tsu. Keyingisi te. Keyingisi to harfi hisoblanadi. Keyingi harflar n'lik harflar hisoblanib, na, ni, nu, ne, no. Keyingi harflarimiz halik harflar hisoblanib, he harfiga oid harflar hisoblanib, ha istisno tariqasida va ham deb o'qiladi. Keyingi harfimiz hi. Keyingi harfimiz fu. Keyingisi he. Keyingisi ho. Keyingi qatordagi harflarimiz me harfiga oid harflar hisoblanib, ma, mi, mu, me, mo harfi hisoblanadi. Keyingi harflarimiz yelik harfi hisoblanib, bu harfimiz ya deb o'qiladi. Bu harfimiz yu deb o'qiladi. Bu harfimiz yo deb o'qiladi. Keyingi qatordagi harflarimiz r'lik harflar hisoblanib, ushbu harfimiz ra. Keyingisi ri harfi hisoblanadi. Keyingisi ru harfi. Keyingisi re harfi. Keyingisi ro harfi hisoblanadi.
keyingi qatorimizdagi harflar. Bu va harfi hisoblanadi. Va. Bu o harfi hisoblanadi. Vo, o harflari hisoblanadi. Keyingi harfimiz n harfi hisoblanib, ne deb talaffuz qilinadi. Hiragana harflarining ikkinchi qismiga keldik. Ya'ni bu harflar oldingi harflarni o'rgangan harflarimiz ko'rinishida bo'ladi, faqat belgilari tufayli boshqa xil o'qiladi. Masalan, ushbu ikkita tayoqcha belgi ten hisoblanadi. Endi yuqorida o'rganganimiz ka, ki, ku, ke, ko harflari bo'lib, ushbu harflar bularga ten belgisi qo'yilgandan keyin ushbular ga, gi, gu, ge, go. Ga, gi, gu, ge, go deb o'qiladi. Keyingi harf qatorlarimiz yuqorida o'rgangan sa, shi, su, se, so harflari bo'lib, ularga yuqorida aytgan ten belgisini qo'yganligimiz uchun ushbu harflar za, ji, zu, ze, zo deb o'qiladi. Keyingi harflarimiz talik harflar hisoblanib, ularga ham ten belgisini qo'yganimizdan keyin o'qilishi da, ji, du, zu, de, do kabi o'qiladi. Keyingi harfimiz halik harflar edi. Bularga ham ten belgisini qo'yganimizdan keyin ba, bi, bu, be, bo deb o'qiladi. Keyingi qatordagi harflarimiz maru belgisi. Bu belgi maru hisoblanadi. Maru belgisini yuqorisiga qo'yiladi. Asosan mana ko'rgan bo'lsangiz. Bu harflarimiz maru qo'yilganini hisobiga ha, hi, fu, he, ho emas, balki pa, pi, pu, pe, po deb o'qiladi. Keyingi harflarimiz ki harfiga kichkina ya harfini qo'yib, kiya so'zini hosil qilamiz. Ki harfiga kichkina yu so'zini qo'yib, kyu. Keyingisi ki harfiga kichkina yoni qo'yib, kyo hosil qilar ekanmiz. Kyo deb o'qiladi bular. Keyingisi gi harfiga kichkina yani qo'yib, giyani hosil qilamiz. Giya deb o'qiladi. Keyingisi gi harfiga kichkina yu harfini qo'shib, gyu. Keyingisi gi harfiga yoni qo'yib, gyoni hosil qilamiz va xuddi shunday o'qiladi. Keyingisi shi harfiga yani qo'yib, shani hosil qilar ekanmiz. Shi harfiga yuni qo'yib, shu. Shi harfiga yoni qo'yib, sho. Keyingisi ji harfi bo'ladi.
ten belgisini qo'yganligimiz sababli ham G ga aylanadi. Shimiz G ga aylanadi. G belgisiga kichkina yani qo'yib ja. G harfiga kichkina yuni qo'yib ju. G harfiga kichkina yoni qo'yib jo harflarini hosil qilar ekanmiz. Keyingisi chi harfi hisoblanib, chilik harflar hisoblanib, chi harfiga biz ya harfini qo'yib cha. Chi harfiga yuni qo'yib kichkina yuni qo'shsak chu. Chi harfiga kichkina yoni qo'yib cho so'zlarini hosil qilar ekanmiz. Keyingi harflarimiz nilik harflar bo'lib, ni harfilik harflar bo'lib, niga yani qo'yib nya. Niga yuni qo'yib nyu. Niga kichkina yoni qo'yib nyo harfini hosil qilar ekanmiz. Keyingisi hilik harflar hisoblanib, hi harfiga kichkina yani qo'yishimiz bilan hiya. Hi harfiga kichkina yu harfini qo'yish bilan hyu. Hi harfiga kichkina yoni qo'shish bilan hiyo harflarini yasar ekanmiz. Keyingi harflarimiz bilik harflar hisoblanib, ya'ni hi harfiga ten belgisini qo'yganligimiz uchun bi bo'ladi. Bni yoniga kichkina yani qo'ysak bya. Bni yoniga kichkina yu byu. Bni yoniga kichkina yo byo. Byo harfini hosil qilar ekanmiz. Keyingi harflar hi harfi esingizda bo'lsa bu ten belgisini qo'yganimizga bi bo'ldi. Endi maro belgisini qo'yganimiz uchun pi bo'ladi. Pi harfiga kichkina yani qo'yishimiz. Pi harfiga kichkina yani qo'shsak piya. Pi harfiga kichkina yuni qo'shsak pyo. Pi harfiga kichkina yoni qo'shsak pyo hisoblanadi. Keyingi harfimiz mi harfi hisoblanib, milik harflar hisoblanib, mi harfiga kichkina yani qo'yib miya. Mi harfiga kichkina yuni qo'yib miyo. Mi harfiga kichkina yoni qo'yib miyo harfini hosil qilar ekanmiz. Keyingi harfimiz rilik harflar hisoblanib, ri harfiga kichkina yani qo'yib priya. Ri harfiga kichkina yuni qo'yib priyo. Ri harfiga kichkina yoni qo'yib riyo harflarini hosil qilar ekanmiz. Tenlik harflar marolik harflar. Yapon tili alifbosi juda ham murakkab alifbolardan biri hisoblanadi. Shuning uchun sizlarga tavsiyam ushbu harflarni hammasini, har birini alohida kamida 5 yoki 10 qatordan yozib chiqib o'rganishlaringizni tavsiya etaman. Bu birinchi qism. Bu ikkinchi va uchinchi qismlar. Bularni hammasini yozib o'rganish kerak. Ushbu harflarni har birini yozib o'rganganingizdan keyin keyingi alifbo, katagana harflari bo'yicha ham video darslik tayyorlayman. Keyinchalik esa shu grammatika darslarini boshlasak bo'ladi.
Bugungi darsligimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.